G'azodagi so'nggi holatlar qanday? G'azoda qanday voqealar ro'y beryapti? Yoki G'azoda urush tugadimi? Shunga o'xshash savollarga bugun javob berib o'tamiz. Bilasizlarki, so'nggi bir hafta 10 kun ichida G'azoda muhim voqealar ro'y berdi. Ulardan eng asosiylari G'azodagi urushni to'xtatilgani va undan keyingisi G'azodagi eng taniqli jurnalistlardan bo'lgan Solih al-Ja'faroviyni shahid qilinishligi. Va undan keyingisi minglarcha Isroil bosqinchi yahudlarni zindonlarda bo'lgan minglarcha musulmonlarni asirlikdan ozod qilinishligi. Albatta, bularni ba'zilari bizni xursand qildi, ba'zilar esa qalbimizni mahzun qildi. Birinchisi G'azodagi urush to'xtatilgani. So'zda G'azoda urush to'xtatildi. Insonlar o'z uylariga, agar qolgan bo'lsa, o'z uylariga qaytishmoqda. Lekin G'azoni 80-85% yer bilan tekis bo'lib vayrona bo'lgan. U yerda yashaydigan aholi nima qiladi? Uylariga borib hech narsa qilisha olmaydi. Majbur chodirlarda yashashga majbur bo'ladi. Chunki u uylarni qurib qayta tiklash uchun hali yillar kerak bo'ladi. So'zda urush to'xtatildi deb aytayotganligimiz sababi mana bugun bosqinchi yahudlar G'azoni bombardimon qildi. Va bombardimonlar natijasida bir necha g'azzolik musulmonlar yarador bo'lgan. Ya'ni yahudlarga o'zi ishonch yo'qligini hammamiz his qilib turibmiz, bilib turibmiz. Lekin majbur u yerdagi yuz minglarcha musulmonlarni himoyasi uchun majbur sulh qilishga majbur bo'lishdi. Ya'ni urushni to'xtatishga. Ikkinchi asosiy mavzuga keladigan bo'lsak, yana yahudlarning xiyonati, yahudlarning xoinligi o'rtaga chiqdi. Ya'ni taniqli jurnalistlardan bo'lgan G'azodagi mana 2 yildan beri urush davom etib kelayotgan urushni dunyoga ko'rsatib kelayotgan, mazlumlarning ovozi bo'lib kelayotgan taniqli jurnalistlardan biri Solih al-Ja'faroviy G'azodagi Isroilga ishlaydigan josuslar, xoin guruhlar tomonidan o'g'irlab ketilgan va qattiq ishkenjalar bilan shahid qilindi. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Alloh taolo birodarimizni shahidlarni afzallardan qilsin. U shu kungacha qancha bombardimonlar ostiga kirib, qancha chodirlarda yurib, u yerdagi G'azodagi musulmonlarning ovozi bo'ldi. Ularning dardlariga sherik bo'ldi. Va qattiq bombardimon bo'ladigan bo'lsa ham, shu bombardimonlarda vayronalarning ostida qolgan musulmonlarni tasvirga olib bizga ko'rsatishga harakat qildi. Tinchlik bo'ldi, urush to'xtadi deganda qattiq xursand bo'lishdi. Lekin shahodati, vafot etishligi mana bu kunga yozilgan ekan, josuslar tomonidan o'g'irlab ketilib qatl qilindi. Va eng muhimi esa asirlikda chiqayotgan asirlarning ichida Solih al-Ja'faroviyni akasi bor edi. O'sha Solih al-Ja'faroviy shahid qilingan kunda akasi Isroil bosqinchi yahudlarni zindonlardan chiqib ozod bo'lgan edi. Lekin ular bir-biriga qo'sha olmadi. Subhanalloh. Alloh taolo ularni jannatlarda birlashtirsin. Eng muhim xabarlardan yana bittasi shu Solih al-Ja'faroviyni shahid qilinishligi edi. Uchinchi voqeaga keladigan bo'lsak, eng muhimlardan yana bittasi minglarcha asirlarni ozod qilinishligi. Albatta, uni evaziga Hamas harakatini qo'lida bo'lgan bir necha isroillik askarlar ozod qilinib Isroilga topshirildi. Buni evaziga Isroilni yahudlarni zindonlarda 10 yillab, 20 yillab qolayotgan, zindonlikda mahbus bo'lgan, og'ir kunlarni boshdan kechirayotgan minglarcha falastinlik musulmonlar ozod qilinyapti. Allohga hamd bo'lsin. Alloh taolo mana bu G'azodagi ahlimizga ofiyat bersin. Ularni boshidagi mana bu og'ir kunlarni ketkazsin. Va videolarni ko'ryapmiz, mahbuslar juda xursand. Ba'zilar farzandi yosh bo'lgan vaqtda qamalgan va mana 10 yillarcha qamoqda o'tirib chiqqan, farzandlari kattaygan. Hattoki ba'zilarni yaqinlari, farzandlari G'azodagi bombardimonlar sababli shahid bo'lishib, ulardan ayrilgan. Lekin Allohga hamd aytamizki, bosqinchi yahudlarni zindonlarda bo'lgan ko'plab musulmonlar ozod qilinyapti, ozod bo'lyapti. Biz musulmonlarni ham mana bularga yordamlarimizni davom etishligimiz kerak. Chunki ularni hamma taraflama og'ir qiyinchiliklar bilan o'rab olingan
Chunki uylari vayron bo'lgan, yeyishlik uchun bir taomlari yo'q yoki toza ichimlik suvlariga ehtiyoji bor. Mana qish kelyapti. Qishning sovuq kunlarida, yomg'irli kunlarda, sovuq kunlarda chodirlarda yashash juda ham qiyin holat bo'ladi. Shu sababli befarq bo'lmanglar. Bizlar ham Muraqabar xayriya fondi olarak G'azzodagi mazlum qardoshlarimizga, birodarlarimizga yordamlarimiz davom etadi va ko'rib turganlaringizdek ushbu videoda G'azzodagi urushlar sababli bosqinchi yaxutlarni bombardimonlari sababli yarador bo'lgan samolyot bombardimonlarida yoki og'ir qurollarni bombardimonlarida yarador bo'lib kasalxonalarda qolayotgan yarador mazlumlarga bizlar ham ehsonkor aka-uka opa-singillarimizni ehsonlarini ulashtirdik. Alloh taolo ehson qilayotgan mana bunday mazlumlarni, ehtiyojmandlarni, mana bunday yaradorlarni xursand qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo ushbu amallari sababli ularni Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasin. Albatta hozirda G'azzoni bir necha qismlarda yordamlarimiz davom etyapti. Ulardan ba'zilari issiq taomlar tarqatishlik, toza ichim suvlar tarqatishlik yoki yordam paketlari tayyorlab tarqatishlik va shuningdek kasalxonada qolayotgan yosh chaqaloqlarga quruq sutlar tarqatishlik yoki yaradorlarga naqd pullar tarqatishlik. Undan tashqari yana Qur'on yod olayotgan qori va qoriya qizlar uchun naqd pullar tarqatyapmiz. Va undan tashqari yana yetimlar bor. Qancha otasidan yoki onasidan ayrilgan yosh go'daklar, yosh bolalar, yosh qizchalar uchun kafolat o'laroq shu ehson mablag'larni yetkazib beryapmiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Agar sizlar ham G'azzodagi mana shunday faqirlarga, muhtojlarga yoki bir yetimni kafolatiga o'z qissalarini qo'shni istasanglar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishingiz mumkin. Urush tugadi deganda u yerdagi hamma dardlar ketdi, qiyinchiliklar ketdi degani emas. Befarq bo'lmanglar. Chunki eng og'ir kunlar mana endi boshlanyapti G'azzoda. Chunki avval ularning bir sharoiti, imkoniyati bor edi. Endi esa uylari ham vayron bo'lgan, qaytadan tikalash uchun imkoniyati, mablag'lari ham yo'q. Bizlar imkon qadar qo'limizdan kelgancha ularga yordamlarni ulashtirib, imkon qadar ularni tezroq oyoqqa turish uchun harakat qilib qolaylik. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Alloh taolo G'azzodagi ahlimizga ofiyat, najot va nusrat bersin inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.